67 yoshga kirgan inson 15 yil davomida jinsiy aloqa qila olmagan. Bunga nima sabab bo'lgan? Xo'p, qabulimga kelgan ushbu otaxonda gap so'zlarga qaraganda, u 45 yoshgacha jinsiy aloqasi muntazam ravishda bo'lib kelgan. Lekin 45 yoshdan keyin esa birdaniga jinsiy aloqa yo'q bo'lgan. Porno ko'rgan, masturbatsiya qilib ko'rgan va turli xil urologlarga borib, tashqi tomondan gormonlar bilan lecheniya ham qilib ko'rgan. Bunda foyda bermagan. Yaqingacha ham internetda qanday oxirgi ma'lumotlar chiqsa, ya'ni qanday tabletka, qaysi dori vosita, Xitoy dorisimi, Germaniya dorisimi ichib ko'rgan, lekin hech qanday foyda bermagan. Ushbu bemorda hayoti sifati juda ham buzilgan va ayoli hattoki gumonga borgan. Boshqa ayol bilan aloqa qilib kelib turib, men bilan pastel bo'lmayapti deb. Aslida u insonda o'sha 45 yoshda hayot sifati buzilganiga sabab bo'lgan omildan biri bu qandli diabet. Ya'ni o'zimiz tilida sahr kasalligi. Hozirgi kunda ushbu sahr kasalligi tobora ortib bormoqda. Ushbu 67 yoshli otaxonda qandli diabet sababli jinsiy aloqa уже keskin yo'q bo'lib qolgan. Hozir kommentariyada aytish mumkin, menda sahr diabetning birinchi tipi bor, ikkinchi tipi bor. Shu 20 yoshdaman, 22 yoshdaman, lekin menda ham turmaydi deydiganlar bor. Albatta, bu kasallik yosh tanlamaydi aslida. Ya'ni hozirgi kunda qabulimizga kelayotgan bemorlarni ko'pi yosh kattalar bo'lsa, qandli diabetni birinchi tipida ham, ikkinchi tipida ham yoshlarda ham bu tobora takomillashib boryapti. Ya'ni murakkablashib boryapti. Hozirgi kunda biz ushbu otaxonga yechim qilib berdik. Hozirgi eng zamonaviy bo'lgan yechim. Bu nima? Bu implant. Ko'pchilik bu implant qo'ydirish muammo bo'lsa kerak deyshadi. Bu implant qo'ydirish haligi qandaydir qo'rqinchli narsa bo'lsa kerak deb o'ylaydi va do'stidan, yaqinidan yoki oila a'zolaridan ushbu dardni ayta olmasdan yashirib yuradi. Yashirish oqibatida o'zi 15 yil davomida jinsiy aloqa qila olmasdan ayolning oldida uyalib qo'ygan. Aytmoqchimanki, ushbu bemorda hozirgi kunda eng zamonaviy bo'lgan 3 komponentli protezni qo'ydik. Ushbu protez oddiygina bitta knopka bilan ezasiz, turadi. Bitta knopka bilan ezasiz, yotadi. Xohlagancha jinsiy aloqa qiladi. Ushbu otaxon telefon qilyapti-da, telefonda bog'lanib nazoratda turamiz, chunki bu operatsiyadan keyin holat qanaqa, qanchadan keyin jinsiy aloqa qilish kerak, nima yangiliklar bo'ldi degan savollarni beramiz. Dezi, men yurgan ekanman deb ko'zlariga yosh olib, haligi rahmatnomalarni aytayapti. Lekin doim aytaman bemorlarimga, kimga implant qo'ysak ham ism sharifi sir tutilinadi. Ya'ni bu narsani sizdan boshqa hech kim bilmaydi, hatto ayolingiz ham. Chunki bu yerda katta kesmalar bo'lmaydi. 2 sm atrofida kesma bo'ladi. Buni hatto ayolingiz bilmasligi. Ya'ni ushbu otaxon ham qabulga kelganda nima deb kelgan ayoliga? Shu moyaklarimda qon tomir bor ekan, shuni oldiraman. Oldirsam yaxshi bo'lib jinsiy aloqa qilaman ekan deb qo'yib kelgan. Aytmoqchimanki, sababini qilmoqchi bo'lsangiz, qandaydir bahona topiladi, lekin buni hech kim bilmaydi. Bu sizga qiziq-a? Kelinglar, bugun shu narsani sizlarga yanada yoritib beraman. Uning uchun menga hoziroq obuna bo'lib, like bosib qo'yib, sahri bor do'stingizga ushbu videoni ulashib qo'ying. Bu implantni hozirgi zamonaviy xalqaro, Yevropa va yoki dunyo miqyosida qilinayotgan ishlardan buni 2 xil turi bo'ladi. Lekin firmalarning farqi bo'ladi. Ya'ni o'zimizni GM bilan Kia yoki boshqa mashina tufayli solishtirsangiz, ko'z oldingizga keltirsangiz bo'ladi. GM arzonroq, Kia qimmatroq deymiz yoki BYD undan ham qimmatroq deymiz-ku. Buni ham xuddi shunaqa turlari bor. Amerikada chiqqan, Germaniyada chiqqan, Xitoyda chiqqan, Rossiyada chiqqan turlari bo'ladi. Ushbu turlarini farqida nimasida farqi bor? Sifatida, garantiyasida va pulida. Hozirgi kunda bir komponentli protezlarni shu jinsiy olatga qo'yganimizda 3 komponentlidan farqi nimada deb so'rashadi. Bir komponentli protezni farqi 3 komponentlidan. Uni siz knopka bilan boshqarmaysiz, uni qo'l bilan boshqarasiz. Tasavvur qiling, yoningizda protez turibdi. Ya'ni protez qo'yilgan jinsiy olat. Uni qo'lingiz bilan bunday egsiz, egiladi. Bunday qilsangiz turadi. Bu sizni ishtoningiz ichidan, ya'ni shimingiz ichida ham, boshqa joyda ham uyaltirmaydi va bilinmaydi. Faqatgina ushbu holatda faqat o'zingizni ayolingiz biladi, lekin shunda ham rahmat aytgandan keyin. Nimaga? Chunki siz uni lazzatlantira olasiz, xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz va o'zingizni g'ururingiz, ishonchingiz yana ham ortib ketadi. Endi 3 komponentlidan buni qimmat emas yoki arzon emas degan haligi solishtirishlar so'rashadi. Buni farqi shundaki, buni
bir komponentlikni qo'lingizda boshqarsangiz, bittasini 3 komponentlikni knopka bilan boshqarasiz. Endi bu qanaqa qo'yiladi, operatsiya jarayoni qanaqa bo'ladi, narxlari qanaqa deysiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bir komponentlikni hozirgi kunda 35 million so'mdan bizni pulga o'rtacha 55 million so'mgacha turlari bor bir komponentlikda. 3 komponentlikda ham o'ziga yarasha qimmatchiliklari bor. Eng qimmatlari, eng zo'rlari kerak bo'lsa 180 milliongacha bo'lishi mumkin. Bu ham sizga qaysi turi tushadi, qanday holatda, razmeri qanaqa degan savollarga kelganingizda batafsil ma'lumot beramiz. Va sizga nech pulga tushishini ham tushuntirib beramiz. Endi qarang, siz jinsiy olatda protez qo'ydirdim deng. Protez qo'ydirsam, hali odam aytadi, oshdan bilsa-chi, aloqa qila olmasam-chi deb o'ylaydi. Yo'q, aytmoqchiman, bu qo'yganingizni hech qaysi oshingiz tugul ayolingiz ham bilmaydi, aytganimdek. Jinsiy olatda bu yerda sahnli diabetlarda g'ovak tana deymiz. G'ovak tanada qon borganda, g'ovak tanada qon aylanish yaxshi bo'lganligi hisobida jinsiy olat turadi o'zi aslida, normal holatda. Bu g'ovak tanada qon aylanish buzilganligi uchun qo'yiladi sahnli diabetlarda. Ya'ni, haligi qon aylanish yaxshi bo'lmasa, turish yaxshi bo'lmaydi. Ushbu protezlar aytib o'tgan g'ovak tanamga qo'yiladi. O'zini joyi bor qo'yiladigan. Va qo'yilgandan so'ng uni siz xohlagandek aytganimdek boshqarasiz. Yana bitta zo'r sizga nima taklifim. Jinsiy olatga protez qo'ydirsangiz, jinsiy olat kattalashadi va bo'yiga ham o'sadi qisman. Bu sizga haligi nima deydi? Operatsiyada plus tomonlari yana ham. 3 komponentli protez moyak yorug' xaltasi bo'lsa, shuni orasiga knopkasi qo'yiladi. Tashqi tomondan hatto siz ham ba'zida bilmaysiz nima borligini. Faqatgina qo'lingizda palpatsiya qilganingizda, ushlab ko'rganingizda bilasiz, ushbu knopkani ezganingizda bu yerda sirkulyatsiya bo'ladi. Ya'ni bu yerda ushbu 3 komponentli protezda o'zini ichidagi suyuqlik, ya'ni jitkis obratniy va boradi va qaytadi. Knopkani ezganingizda ish hisobiga suv yuqoriga chiqish hisobiga, ya'ni g'ovak tanada qon aylandi deb o'ylaysiz, o'zingiz tasavvuringizda. Ushbu suv buni ishirib beradi, ya'ni turgizib beradi. Va yana bir ezganingizda tushirib beradi. Endi bu sizga yoritib bergan narsalarimni yanada tushuntirsam, buni sizga yoki yaqinlaringizga protez qo'yayotganimizda, implant qo'yayotganimizda har bitta bemor uchun individualniy keladi. Xuddi o'zingizning pasportingiz yoki mashinaning tex pasporti bor kabi, sizda ham xuddi shuni hujjati bo'ladi. Bittasi sizda, bittasi kompaniyada, bittasi menda qoladi. Lekin bu sir tutiladi. Kimga qo'yilganligi, qanaqasi qo'yilganligi va uni har bitta jinsiy olatga qo'yiladigan protezda sizga 3 ekzemplyar razmerda beriladi. Operatsiya paytida baholab eng idealnisini sizga qo'yiladi. Bu faqatgina 67 yoshdagi yoki yuqori yoshdagi sahnli diabetli insonlar uchun emas. Buni implantni ko'pchilik istaydi, topadi, joyini biladi, qanaqa qiladi deb izlanadi. Bizda bu narsa mavjud. Biz qabulimizga faqat u protez bo'yicha sahnli diabeti borlar emas, boshqa bemorlar ham keladi. Ya'ni avtohalokatlarda, avtoavariyalarda. Bu yerda quyosh nerv chigalidan chiqadigan nervlar, o'tkazuvchi nervlar buzilishi natijasida tanani pastki qismi ishlamay qoladi yoki bir tomoni ishlamay qolishi mumkin. Ushbu insonlarga ham ushbu protez juda ham zo'r qo'l keladi, chunki xohlagan paytda buni hech qanday nervlarni, hech qanday qon tomirlarni boshqarmasdan, o'ylamasdan turgizib, aloqa qilib, yana o'zingiz yotkizib qo'ysangiz bo'ladi. Aytgancha ko'pchilik bunda his qiladimi, evkulyat bo'ladimi, bunda farzandlik bo'lsa bo'ladimi degan savollarni berishadi. Albatta, sperma otiladi. Sperma chiqqandan keyin ham bo'shanganingizdan keyin, ya'ni xohlaganingizcha aloqa qila olasiz, to'xtatmasdan, charchagunizcha yoki ayolingiz charchaguncha. Keyin buni yotkizib olasangiz bo'ladi. Endi aytdim, avtohalokat deysiz, faqat avtohalokatmi? Yo'q. Yoshlardan ham ko'p hozirgi paytda. Ya'ni bizda kasalliklar juda ham keng tarqalib bormoqda. Yaqinda bitta bemorda shu nerv patologimiz bilan birgalikda ushbu jarrohlik amaliyotini o'tkazib berdik. Nerv patolog tomonidan nimaga? Ushbu bolada sezuvchanlik yo'q pastda. Ushbu bola miyasidan boshqarmoqchi bo'lsa ham bu bolada imkoniyat bo'lmaydi jinsiy aloqaga. Bunga faktor omillar bor. Buni kelsanglar tushuntirib, batafsil yoritib beraman. Aytmoqchimanki, sizni yoki yaqinlaringizda jinsiy olat turmayapti deb o'yla olmaysiz. Faqatgina shu insonga manfaatli bo'lish uchun ushbu videoni ulashib qo'yasiz. Ushbu inson o'zi izlanib bizni topib, qabulimizga kelsa va sifatli ma'lumot bersa, biz ham xursand bo'lamiz.
ushbu operatsiyani qachon qildirsam bo'ladi, borsam srazi qildirsam bo'ladimi deyishadi. Yo'q. Buning uchun siz oldindan joiz band qilishingiz va protezlar razmerini biz oldindan zakaz qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz keldingiz, srazi operatsiya bo'lib ketish emas. Birinchi sizga to'g'ri baholab olib, balkim lecheniya bilan siz yaxshi qilib olishimiz mumkin. Aytmoqchimanki, kimdir keladi-da, menda sahna diabet bor, 1 yil bo'ldi, srazi aloqa qilmayapman, shu degan protezni qo'yib ber deb kelish mumkin. Bunda o'zini shkalalari, uni baholash turlari bor. Biz uni to'g'ri baholaymiz, davolash kerak bo'lsa davolaymiz, protez qo'yish kerak bo'lsa protez qo'yamiz. Faqatgina siz bunda keldingiz, srazi operatsiya bo'lasiz degani emas. Biz sizni tayyorlab, protezni zakaz qilib, sizga tushuvchi razmerni zakaz qilib, o'sha chaqirtiramiz. Operatsiyani rejali ravishda kunini belgilaymiz, keyin operatsiya qilamiz. Ushbu videoni bilaman yaqiningizga jo'nata olmashingiz mumkin, lekin o'zingizga saqlanib qilib qo'ying. Albatta sizga manfaatli bo'ladi, kelajakda kerak bo'lib qolishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.